Sizga ishonaman Sanjar aka. Unda ertaga sovchilarimni jo'nataman. To'y haftasini boshlaymiz. Assalomu alaykum do'stlar. Sen rozi, men rozi, uydagilar rozi. Uydagilar Xo'pmi? Sizni qarang. Qo'ydiklaringiz bor ekan. Oho, buni qarang. Endi faqat shirin tashvishlar bilan yuramiz. Xo'p bo'ladi. Men va mashinam sizni xizmatingizda. Ketdik. Qayerga boramiz? Kinogami yoki parkdami? Lekin qornim och, kino ham yaxshi. Ko'p yashang, ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Qaytib bolalar tegmadi. Voy, ketib qoldim. Lekin Yaxshidan. unaqa qaytib o'tadi. Yaxshi. Ertalab sizni uyg'otmay dedim. Uxlab yotgan ekansiz. Seni chiqqaningni ham bilmabman. Kecha ishdan rosa charchab keldim. Lekin o'zi ham to'yib uxlabman-da. Nima bo'l? Qarab, Voy, pizzachi keladi. Qoch. Qochishimiz kerak bolalar. Qoch. Seni ko'rgan sari sevgim boshim. Sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Xo'p, Qoch. Pizzachi kelyapti. Bugun dam Orqadan pizzachi Biriga kelyapti. borib kelay degandim. Ishlavasi yeb qo'yadi. yaqinda borib keldim-ku. Bunda kattani o'rtasida. Dadam nima ishlaydi? Bugun dam olish kuni ulardan dam olishadi. Bugun Xo'p, sizlar meni bilan qarshilay. oxirigacha Agar xohlasang, birgalikmiz. harakat Mening ayolım yaxshi bo'ldi. Qani, hozir tashlada aslan shuni. Sen bilan birga boramiz, avval ishlarimni bitiramiz. Keyin bozordan bozorlik qilamiz, keyin birga o'tamiz. Nima deysan? Zo'r bo'ladi. Ulardan sizni ko'rib xursand Xo'p, tushib ketdi. unda joydan Ikkinchi qiling. pizzachi Hozir nonushta qilib olamiz. Keyin Ishlab tez oldi. bo'lsam ketamiz. Mana Rahmat. ketdi. Endi navbat senga. Lekin hali turmushga chiqish niyatim yo'q. yana to'g'ri. Uylarni jihozlab qo'ygan. Sen bunga hech narsa emas. Faqat meni ko'rishsan. Siz nima qilyapsiz? Nega bo'ladi? Sen o'zingni xohlasam, o'zingni Men baribir bu yo'l yerga tegmayman. Xolis siz tuting. Bo'lmasa boshqasiga tuting. shunaqa o'zi rostdan ham opa-singil masala. Nega siz hamma narsada shubhalanaverasiz? Hazillashdim. Qara, biroz aylanamizmi? Keyin men ishxonaga borishim kerak. Nega? Bugun dam olish kuningiz emasmi? Bir tashkiliy masala bo'yicha vazifalarim bor. Uch martani qo'ymasa bo'zimcha. Qanaqa tashkilot? Menimcha Ichki ishlar xodimlarida qanaqa tashkilot bo'lishi mumkin? yomon qilinadi bu. Sitra, sen ko'p narsadan bexabarga o'xshaysan. Hoppala. Keyinchi Qaramoqda. Qarasang, Tushib qo'ydi.
qanaqa choy? Hozir faol fuqarolik jamiyatini rivojlantirish hamda fuqarolar o'rtasida qonunga hurmat Voy, va itoat hissini shakllantirish Yomon bo'yicha ekan-ku. tashkiliy ishlar amalga oshirilyapti. Baribir ajab tushunmadim. bo'lsin. Qarasangiz soddaroq qilib tushuntiradi. Yurtimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun biz ham boshqa sohalar kabi o'z hissamizni qo'shyapmiz. Fuqarolarimizga qonunga itoat va unga hurmat hissini uyg'otish uchun harakatdamiz. Endi tushunarlimi? Tushunarli. To'g'ri. Qonunlarimizni hurmat qilishimiz kerak. Mayli. Sizga omad. Men uyga ketishim kerak. Bo'pti. Seni kuzatib qo'yaman. Mayli. Inchoq. Rost, ha? Hmm. Voy, Sanjar akamning telefonlari. O'zlari hammomdan chiqib javob berarlar. Muhim qo'ng'iroqqa o'xshaydi-ku. Yaxshisi javob berib, o'zlari qo'ng'iroq Buni qilib atilib qo'yapti-ku. Allo. Mana qo'ya javob berayotgansiz gaplar. Qizimni boshiga yetdik. Mana qizimni qabrini boshida o'tiribman. Ilohim uying kuysin sen ablaqni. Malika qizimni sen o'ldirdi iflos. Tushunmadim. Bu nimasi? Kim bu ayol? Malika qizimni dedimi? Nega bunaqa gaplarni gapirdi? Alaykum assalom. Nega chiqib ketding? Lekin qo'lamay derding-ku? Nimaga harakat? Ha, qani bo'laqa. Kiyimlaringni almashtirib chiq, yordam ber. Xo'p, kimdir keladimi? Ha, bugun opang bilan pochchang keladi. Hammani ham kuyov bo'lsin ekanda. Men ham turmushga chiqib ketsam shunaqa chiroyli kutolmaysizmi? Sen emas. Kuyovni xohlagan narsalarni tayyorlab beraman. Bo'ladi? Uyalmayman, lekin kuyovni boshqacha kutish kerak. Axir kuyovni payg'ambarlar sizga. Kuyovni ishi bor ekan, kesin keyin birga o'tamiz dedi. Shunaqa gaplar. Ha, tushunarli. Buni bemalol ulguramiz. Ha, yaxshi. Hozir kimlar qilmoqda? Xayr do'stlar, sizlar bilan azoratda bu momon. Xayr.